Assalomu alaykum Muzaffar aka. Sizga savolimiz bor. Ota-ona ajrim qilgandan so'ng aliment to'lasa ota farzandlariga. Bir tanishimda shunaqa murojaat bo'lyapti. 2 nafar farzand bo'lishgan, biriga 18 yoshgacha, biriga 16 yoshgacha aliment to'lagan. Agar ota qariganda farzandlarini aliment orqali aliment undirish uchun sudga murojaat qilishi mumkinmi? Albatta, qonunchilikda bu narsa ko'zda tutilgan. Ya'ni ota-ona o'z farzandlarini ta'minotini qilib qaramog'iga olgan bo'lsa, ajragan taqdirda ham oilasi ajrab ketgandan keyin ham farzandlariga aliment to'lab, ular ta'minotini qilib, ularga g'amxo'rlik qilib qilgan bo'lsa, ota-ona ham qarib, mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj bo'lgan paytda o'z farzandlari agar yordam bermasa, o'z majburiyatini bajarmasa, unda ota yoki ona o'z farzandlarini sudga berib aliment undirishga haqli. Ushbu norma O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 80-moddasida yozib o'tilgan. Farzandlar voyaga yetgandan keyin o'z ota-onasiga g'amxo'rlik qilishga majburdir bo'lgan. Shundan kelib chiqib, agar o'z xohishlari bilan ota-onasiga g'amxo'rlik qilib ta'minotini qilmaydigan bo'lsa, sud orqali aliment undirishga haqli. Rahmat kattakon. Mana shunday murojaatlar orqali sizga xabar berishlari mumkin. Albatta, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni kuzatib borib, bizni kanalimizga obuna bo'linglar va o'z huquqlaringni bilib borishlaring mumkin bo'ladi. Rahmat kattakon.